sababi shundaki, ba'zi diagnozlar shunaqa bir-biriga o'sha anamnezdagi belgilari judayam o'xshash bir-biriga va unda u bo'lsa kerak, bu bo'lsa kerak deb turib, mana ko'zimda rentgen apparatim yo'qda, bir xilda kesatib aytaman-ku, bir xil neyropatologlar tekshirdimi apparatni, MCKT, MRT qildimi bolanglarni deb so'rasam, yo'q deyishadi. Ko'zda rentgen bor ekan deb bo'lmasam deb kulaman ularni ustidan-da. Ya'ni o'zim o'shalarni ishini qilish niyatim yo'q. Ya'ni bolani tekshirmasdan turib, kasali nima keltirib chiqargan, uni bilmasdan turib, unga mana bu diagnoz, mana buni qiling deb turib назначение qilishim noto'g'ri. Chunki hattoki keltirib chiqaruvchisiga qarab turib, bir xil diagnozdagi bolalarni lecheniyasi har xil bo'lishi mumkin.